Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday dedi. Kim Ayatul Kursini o'qisa, har bir namozdan artinan ağa beyishga girusini o'lusiyle to'sib turadi deydi. Daha bir qaytalay. Her bir namazdan keyin dedi. Kulli salat degani her bir namazdan keyin. Ayatul Kursini o'qib yurish kerak ekanda. Kim her bir namazdan keyin Ayatul Kursini o'qib o'la jursa, ağa ölü beyishga girusini ne to'sqoldi qilib turadi? Ölüm ele to'sqoldi qilib turadi ekanda. Ölüm geldi, beyishga girdi degan so'z. Bitdi. Sazırla kirib ketsa bo'ladi, prosta ölüm yo'q bo'lib o'tadi da. Buni aniq qarangizlar. Bu hadis Nasaiyda, Tabaraniyda. Bundan biz ne qilishimiz kerak ekan? Bo'ldi. Har bir namozdan keyin Ayatul Kursini o'qishimiz kerak.